Noldan biznes 1 million dollargacha. 6-kun ko'ramiz. Ertalabdan ishni boshlab oldik. Mana qolgan chuqurda kalab qo'yishim kerak. Keyin xudo xolasa bu yerga tubga yotqizib chiqamiz, xudo xolasa. Chotki bo'ladi. Akmaljon, sizdan nechta pul qarzim bor oshna? Qarsiz oshna. Yo'q, odamlar so'rayapti-da, prosta hani rasxod qadam olyapsiz deydi. Shunga men oshnam bor-u deb aytsam ham tushunishmayapti oshna. Oylik chiqsa, payshanba kuni oylik chiqsa qarzim 600 ming so'm bo'lib qoldi. 600 ming so'm beraman do'stlar. 600 ming. Rahmat oshna, boringizga shukr. Oshnamdan 600 ming so'm pul olganman. 550 ming so'mini ro'zg'orga uyga jo'natib yuborganman. 50 ming so'm qoluvdi. 3 kunlik yetadigan mahsulot oldim. Kechagi kavlagan arig'imizni sal sayozroq kavlab qo'yibmiz. Uni sal chuqurroq qilish kerak ekan. Sekin erinmasdan yana boshqatdan kavlab chiqdim. Toshli bo'lgani uchun juda ham uzoq kechgacha kavladim. Kecha hammaga kavlagan arig'imiz 50 metr deydim. Rostdan 50 metrmikin deb erinmasdan sanab chiqdim qadamma-qadam. 55 metr chiqdi. Shunday qilib 6-kunni ham tugatdik. Shotimiz 1 million bo'ldi. 4 kundan keyin biznesni boshlaymiz. Xudo xolasa, hali hammasi oldinda.